Ismat, nima paxta terib turibsan sen? O'zim? Men seni 60 yildan beri bilaman, yolg'on gapirmasan, odamga paxta qo'yasan, lekin paxta termaysan. To'g'risini ayt, nima terib turibsan? To'g'risini aytaymi? Qorako'l tuman hokim tashabbusi bilan o'zi eng ko'p paxta tergani Damas beribdi. Rostdan. Shuning uchun paxta teryapman, bor. Ishimda. To'xtagan gap eshitgan. Ismat, u Damas yutish uchun nima qilish kerak? 3-oktyabrdan paxta mavsumi oxirigacha 3 tonna paxta terishing kerak. Keyin hosil bayramida ana shu 3 tonna paxta terganlari ana bu barabana tashab aniqlaydilar. Keyin Damas g'olibini ham aniqlaydilar. Men qarqan faqat Damas qo'yganlar. Yo'q, Damas emas, bitta o'y texnikalar ham bu o'yindan ortiq. Xaladellik, kondisioner, televizor ana shunaqa narsalar. So'ragan, ayb yo'q, sen buncha ma'lumot qayerdan olding? Kecha hokim telegramdan aytdi. Sangami? Hokim yozdimi? Hechkasini ber, men ham yozay. Yo'q, maxfiy, hech kim aytmadi. Men hech kim aytmayman. Sen bilasan, hech kim aytma. Bo'lsa, yana bir maxfiy ma'lumot aytaymi? Uni ham hokim aytdimi? Ha. Nima? Qorako'l hosil bayramida aniqlanadi. G'oliblar. Barabanda. Sog' bo'lasan, rahmat Ismat.